Diqqat, ogoh bo'ling. O'zgidromet O'zbekistonda 13, 14, 15 va 16 iyun uchun kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Darhol xabardor bo'ling. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, ushbu videorolik ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 13, 14 va 16 iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 15 iyun kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7,2 metr/sekund tezlikda esadi. 13, 14 va 16 iyun kunlari ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha, ba'zi joylarda ba'zida 20-22 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 13 va 15 iyun kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 14 va 16 iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7,2 metr/sekund tezlikda esadi. 13, 14 va 16 iyun kunlari ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha, ba'zi joylarda 20-22 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 13-14 iyun kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 15-16 iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7,2 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7,2 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 13-14 iyun kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 15-16 iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7,2 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 13 iyunda kechasi 12-7 daraja, kunduzi 22-27 daraja. 14-15 iyun kunlari kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja bo'ladi, deyiladi xabarda. Aziz tomoshabinlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang.